Nima u katta tennisdan chiqib ketdingiz? Katta tennisdan chiqqan sababi u 40 yoshlardan keyin odam charchaydi. Tennis o'ynay qoladi, pul topolmay qoladi. Agar trenerlik qilaman desangiz, trenerlik qilsangiz ham u sizni birinchidan oilangizga vaqt ajrata olmaysiz. Quyoshda qorayib, o'zingizni terlatib o'ynaysiz, o'shanga yarasha o'z pul topaman degan joyingiz ham 50-50 bo'ladi-da. Unaqa o'zingizga yarasha pul topishingiz aniq emas. O'shuning uchun men o'sha tennis joyini tashlab trener tanlaganman. O'zi yaxshi ketaveradingizmi debchi? O'zbekiston 8 ligaga kirardim. Mana shu kirishingizdan oldin tennischi bo'lgan 2 yil bo'ldi tashlaganingizga. Unga qancha vaqt sarflagansiz tennisga, katta tennisga? Tennisga adashmasam yoki 2-3 sinfdan boshlaganman-da. O'shanda hozir 6 yilcha borganman katta tennisga. Xo'p, mana shu tennisda, mana shu yoshingiz katta bo'lishini hisobini olib, tennisdan chiqibsiz, to'g'rimi? O'sha kelajagi janchali yo'q degan hisobga. Chunki 40 yoshdan keyin boyitganim gap. Charchab qolasiz, ko'p pul topolmaysiz. Da, shunaqa biroz. Oilaga ko'pincha eng katta narsa o'sha vaqt ajrata olmaysiz. Hozir bizga nima qilgan trener, bizga o'rgatayotgan trener hozir etish bo'yicha men ketgandan keyin ham u ham tennis tashlabdi. Nimaga desa, 40 yoshga to'lib qoldim, charchadim, oilamga vaqt ajrata olmayman, shunaqa pulim unchalik nima qilmayapti deb turib, hozir aytishni o'rganayotgan ekan. O'zingiz o'ylab ko'ring, ertalab ketib turib, kechqurun borib turib, qanaqa vaqt ajrata olmaydi, unaqa oddiy o'zini planlari. Mana universitetda qilib, xohlagansiz qilib, unda o'ynab kulib chiqib kelib bemalol o'tdi. Vashi bitta odam tromkasiga ikkinchisi keladi, ikkinchisini shug'ullantirasiz. Uchinchisi keladi, uchinchisi. Obedga zo'r nima topadi. Uni ustiga hech kim charchaydi. Biz ham bunday o'tirib kalqib qilamiz. Gorillani olib turib, u bo'lsa suv zo'r ichadi. Zo'rg'a vaqt topadi. Qanday qiziqib qolgansiz bu 3Dga? 3Dga 3D mashhur savol. 3Dga maktab birinchi o'ylab kelganman, bir oycha o'ylaganman-da, tennisdan ketsam, u bilan samir. Uyga kelgandan keyin tennis tashlayman degandan keyin kim bo'lasan unda? 3Dchi bo'lasanmi deganlar. Adam birinchi uchinchi bo'lasan deganlar. Men u payt vashshi xalqimga kelmas edi. Bu kasb eshitsam kulardim. Qanaqa bo'lgan. Keyin o'sha payt Adam bilmadim o'ylab ko'raman deganman-da. Bir soatcha o'ylab turib, tepaga chiqib shunaqa, o'sha sizdan yordamlashib boring, qanaqa kasb qilasan ekansan. Bilmadim deganlar. Lekin o'sha 3D ham kelib qolgandi. Vaqtida pastga ketib YouTubedan videolar ko'rib turib, anaqa videolarni topganman. Osmondagi bolalarda g'olibiga chiqqanlar. O'shuni ko'rib turib, keyin akam bilan bilib ko'rganmiz, o'shani aytib turib, keyin Adam bo'pti deganlar. Shunaqa kompyuter olib berganlar birinchi. O'sha bolalar. Akam bolalar. Keyin Adam bo'pti deganlar. Keyin akam kim borish kerak bo'lganda akam borib keladilar deb aytlangan. Men o'sha videolarni ko'rib turib o'qiyman deganman. Birinchi bo'lib 3ds Max o'rganganman, keyin sizda o'qiganman. Ana Mayani, keyin Bahor akada ZBrush o'qib, keyin Sarvar akada animatsiyani o'qib turib, animatsiyani tanlagan. Lekin ularni ham o'rganganman. Shu Maya, ZBrushlarni. Da. Animatsiya ko'proq yoqqanda shu. O'zim kelajagimni ko'rganman. Da, animatsiyalar yaxshi. Rahmat. Такое. Rahmat, mahallaga ketadi, rozi bo'lasiz. Albatta. Roziman.